1-dekabr orttirilgan immunitet tanqisligi sindromiga qarshi kurash kuni. Bu sana har yili insoniyatni birlashishga, bir-birini qo'llab-quvvatlashga, sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga chorlaydi. Xo'sh, OITS qanday kasallik? Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi odam immun tanqisligi virusi tomonidan chaqiriladigan kasallikdir. Kasallik inson immun tizimini o'zgartiradi, infeksion va boshqa kasalliklarga sezuvchanlikni oshiradi. Agar bu sindrom rivojlansa, sezuvchanlik yanada oshadi. Orttirilgan immunitet virusi zamonning eng jiddiy ijtimoiy tibbiy muammolaridan biridir. U faqat insonning immun tizimini zaiflashtirib qolmay, balki odamlar hayotiga, psixologik holatiga va ijtimoiy munosabatlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham bu masalani faqat shifokorlar emas, balki har bir ongli fuqaro, har bir oila va har bir yosh chuqur anglab yetishi lozim. Bugun dunyo bo'yicha millionlab insonlar orttirilgan immunitet virusi bilan yashab kelmoqda. Eng muhim jihati shundaki, vaqtida tahlil topshirish, muntazam davolanish va shifokor ko'rsatmalariga amal qilish orqali ular to'liq hayot kechirmoqda. Shu o'rinda yoshlarga aytmoqchimanki, sog'liq bu eng katta boylik, bilim eng kuchli qurol, xabardorlik eng ishonchli himoyadir. Orttirilgan immunitet virusining qanday yuqishi va qanday yuqmasligini bilish, unga qarshi kurash choralarini o'rganish, profilaktika qoidalariga amal qilish har birimizning hayotimizni asrashga xizmat qiladi. 1-dekabr bu faqat xotira kuni emas, bu ogohlik kunidir. Bu mas'uliyat kuni. Bu jamiyatning bir-biriga bo'lgan mehrini sinovdan o'tkazadigan kun. Biz yoshlarga, ayniqsa orttirilgan immunitet virusining yuqish yo'llari, himoyalanish usullari va sog'lom turmush tarzi haqida to'liq ma'lumot berishimiz zarur. Chunki bilim eng katta himoya, xabardorlik esa eng kuchli qudratdir. Shunday ekan, har birimiz o'z sog'ligimizni asraylik, yaqinlarimizga mehr beraylik, jamiyatni esa bilim va madaniyat bilan mustahkamlaylik.